Jalol aka. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun biz mana Farg'ona viloyati Oltiariq tumanidamiz. Abduvaqt Xo'ja akamizning bog'iga keldik. Bog' ham juda qulay joyda joylashgan ekan. Marg'ilon Farg'ona yo'li yuzida. Mana Xo'ja akamning o'zlari. Assalomu alaykum Xo'ja aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum Xo'ja aka, yaxshimisiz? Alaykum assalom. Assalomu alaykum uzun ishqibozlari, yurtimiz a'zolari, hammalar sog'misizlar, tinchmisizlar? Ana Sharifjon bilan statifikator yasadik. Endi bog'larga aylangan tushdik. Mana uzun bog'larimiz. Xudo xolasa yaxshi holati, mana sug'diyonalar kesilgan. Bular hammasi sug'diyonmi? Ha, kesilgan. Ha. Bitta kaltakka bir vosh qo'yilgan, kesilgan. Shop Zeus bu. Mana Zeuslar zo'r bo'yapti bu yerda qarang-da. Maşallah, Zeus qarang. Doni ham chiroyli bo'lar ekan-a buni. Ha. Zeus. Boshi ham doni yirikligi ham qarang yaxshigina. Xo'p. Mana malchik spalchik. Bu malchiklar qarang, doni qarang. Hozirdan polvonligini. Doni yirik. Ha. Bu 5 santimetrgacha bo'ladi kattaligi. Ha, shunaqa deb berilgan. Shunday. Qarang. Lamborghini. Lamborghinilar. Mana bir vosh bo'lsa, u ikkinchi voshlar olib tashaladi. Mana. Bular endi Bo'raklari olinaveradi. olinadi. Mana shu mana haqiqiy katta voshlar qoladi mana. Endi qarang. Bularimiz mana avatarlarimiz mana. Avatar donini qarang. Doni o'ta yirik. Mana bular qarang. Wow. Bularga kasallik tekkan. Ha, mana. Hali kuni kulrangchirish bor-ku. Kulrangchirish mana bunda ham tekkan edi, mana dori sepildi. Aydin. Ha, yo'q bu kulrangchirish, bu antraknoz bu. Ha, bu antraknoz. Ha. Endi mana kecha kun dorini rosa sepildi, mana dorilarni ham juda qo'yiq sepib yuborildi. Nima dorilar sepdingiz bunga Xo'ja aka? Qanday dorilardan foydalanyapsiz? Bunga birinchi tarashu sepdik. Benamin. O'sha benamin sepganimizda mana shu antraknozlar to'xtagan edi. 3 kundan keyin kantor sepdik. Endi mana qarang. Ana shu joy shunday to'xtab qoldi. Mana bag'i sog'lom turibdi. Qolgan joyga o'tmaydi. Ha, endi bular o'zi qurib to'kilib tushib ketadi. Mana o'rni mana u vosh mana zo'r bo'lib nima qiladi. Joyida qoladi. Yana rivojlanish bo'laveradi. Bo'laveradi. Endi mana sug'diyonalarimizga ham tushgan edi shu kasallikdan. Mana qarang, bularda ham mana shu benaminni sepgan kunimiz quritgan mana. Qaytib mana ko'paygan yo'q. Voshi juda yirik. Ha, bu hali voshlar katta bo'lib ketadi. Qarang mana. Mana tagidan ham qurigan bu. Bularni terish shart emas. O'zi mana bo'lib qurib to'kilib tushib ketadi. Ha, barglarni qarang. Barglarni qarang, o'ta ham sog'lom. Barglarda umuman kasallik yo'q. Bitta mana gruppamizga, bitta shu uzumchilarga bitta maslahatda qarang. Uzumlarimiz gulidan oldin buni tarkibida misi bor narsa, misol kurzatmi, entaxlorogmi yo ximxlorog plyusmi, tarkibida misi bor narsaga buni to'ydirish kerak edi. Biz adashganimizni qarang, tepadagi bog'larimizni to'ydirdik, 2 marta zo'r qilib sepdik. Mana shu bog'imizga 1 marta kurzat sepilgan. Qaysi oyda Xo'ja aka? O'sha gulidan oldin-da. Guldan oldin. Gullamay turib. Ikkinchisini sepamiz deb turib, ko'cha tekish bilan omor bo'lib ketdik, ikkinchisini sepalmadik. Mana shu kasallik tushdi endi. Agar shuni ilk marta sepsangiz, mana shu kasallik ham bo'lmaydi. Nimaga desangiz, o'zi mana antraknoz, qorasonch kasalliklarni yengish uchun buni tarkibida misga to'yingan bo'lish kerak-da bu uzum. Keyin mana ko'pchilik uzumga dori sepganda mana kunduz sepaveradi. Yo'q, qaranglar-da, mana buni o'shalardan to'liq tushuntirib o'tdim. Buni kech salqinda sepsangiz, ha? Orqada kletkalar ochilib, dorini sepganingizda ham bu yerda dori ko'p turadi. Mana shu orqada kletkalar ochilib, ko'proq singiydi. 90%, 100% gacha effekt beradi. Asosan kechki vaqt. Kech payt yo bo'lmasa ozonda turiladi. Havo shu 18-20 gradus isiguncha sep to'xtatish kerak. Sepib bo'linish kerak. Endi qarang, issiqda sepilsa, mana oftob turgan joyiga oftob, mana oftob deyilgan, mana qarang.
oftobda turibdi. Mana shu yerga bir tomchi suv tushdi. Endi bu bir tomchi suvga oftob tushgandan keyin bu yerda havo misol 20 gradus issiq bo'layotgan bo'lsa, u tomchi lupa bo'lib qoladi. Lupa bo'lib qoladida, mana uni kuydiradi. U 40 gradusga chiqib ketadi. To'g'ri. Keyin bu bak dog' bo'ladi. Yana uni ko'rgan odam, dedi bu Dori yaxshi effekt bermayapti. Natija dori bermayapti. effekt bermayapti. Kasallik dog' tushib qoldi deb borib yana rasxod qiladi ortiqcha. U dog' o'sha sepilgan dorini issiqdagi ziyoni u o'zi aslida. Lekin Foydasiga emas, zarariga ishlaydi. zarariga ishlaydi. Ham 50% dan foyda qilmaydi o'sha issiqda sepilgan dori. Mana qarang, baklarda biror dona bir g'ubori yo'q mana. Hammasi ham bitta bo'lmasa qarang mana. Hammasi ham zo'r. Barglari qarang. O'shaning uchun biz kechasi sepamiz. Ana shu shomda boshlashadi, soat 2 gacha sepib tugatishadi. Fanar taqib oladi. Fanar bilan. Ha. 3 ta odam shunday ikkita karchirda 1 gektar sepib chiqadi 2 gacha. Ja bir xil payt 3 gacha. Qarang, hojaga sizga nimada ham kuzatuvchilarga foydali ma'lumot bo'lsin. Birinchi qiladigan ish kuzdan boshlanadimi yo qaysi erta bahordan boshlagan ma'qulmi? Kuzdan boshlasangiz ham bo'ladi. Erta bahor uzumlar uyg'onmay turib kesib bog'lagandan keyin, ha, qarang. O'zimizni esoga, ha, misol Nurelmi, Supraposmi bitta zaharni qo'shib, dozasini baland qilib, pindigi yo'qligida ishlab qo'ysangiz, o'shani juda foydasi katta. Endi uni qilmadingizmi? Endicha nima deydi, o'zimizni muskparosi bor-ku, Muskparosdan. ha. O'shandan foydalansa ham bo'ladi. Buni o'zidan sepib qo'ysangiz bor-ku, u yana ham zo'r bo'ladi. Endi ularda ham qilmagan ayyor odam nima qilish kerak? Hech bo'lmasa kurzat, intahalor tarkibda mis bor narsa bilan to'ydirish kerak. Qarang. Bular Rembo. Qarang. Hozir endi so'ramoqchidim. Bu Rembo emasmi? Remboga o'xshayapti demoqchidim, o'zingiz aytib qoldingiz. Qarang, donni qarang. Erta pishar narsa. Erta pishar. Doni, buni ham doni juda ham yirik. Ha. Mana do'stlar, doni yirigligiga e'tibor beramiz. O'zi hozirdan Husaynali pishgan paytida yetib qoladigan bo'ladi, qarang. Shunday Husayni o'sha pishgan vaqtidagidaqa doni yirikligi. Ham yirik, erta pishar. Xo'p, tagiga nima uladi? Beten yangi sortlarmi? Yo'q, o'sha Rembo o'zidan ulab qo'ydi. Ha, o'zidan. Endi qarang. Buni qarang. Buni Arra 13. Mashallah, Arra 13 mana hosil. Ha, mana. Urug'siz nav. Mana shu. Mana bir vosh qarang, mana. Voshi ham zo'rda, kichkina. Boshi tepasi bitta ekan, buni men ikki boshga o'xshatdim. Qizil bo'ladi, Arra 13. Qizil. Mana Arra 13. Mana boshlar qarang. Bu ham yomon. O'zimizda hali oq kishmish, qora kishmish hozirdan o'shalardan yirigroq don. Ha, bu yana ham yirik bo'ladi. Bu bundan ham yiriroq bo'ladi. Qizil juda ham chiroyli, urug'siz shu arrani navidan. Xo'p, mana sortimiz nima sort? bunimiz Emir. Emir. Hammasi mana Emir yozib qo'yilgan. Hammasini nimalari bor? Berkalari bor. Ha. Nomlar. Emir endi jicha kechkiroq navligi uchun mana endi katta bo'yapti. Ha, bu sal kechkiroq. Lekin boshi, buni ham boshi juda ham dahshat. Ha, bunga ham qarang mana. Qarang qanaqa. Mana shu yerda mana bitta kecha kungi binani sepdik-ku mana qarang. Aha. Mana. Zanga ham ta'sir qilgan joyini mana yorib tashlagan. Tuzalgan. Mana vosh mana qurigan. Endi bu tushib ketadi. Ha, endi bu tushib ketadi, qarang. Orqasidan kantor sepib qo'ydi. Endi bu kasallikni o'ylamaymiz. Yo'q, umuman o'xshamaydi. Mana o'zi qolgani o'zi vosh to'ldirib oladi. O'zi voshni o'zi ham 2 kilo vosh bo'ladimi? Juda katta. Hozirdan qarang. Doni ham yirik buni. Doni yirik uzun bo'ladi. Emir dedingiz-a buni? Emir. Shirinligi ham o'ta ham shirin, zo'r. Ta'mi yaxshi. Ta'mi ham zo'r. Shakar miqdorini o'lchab ko'rdingizmi hojaga? Shakar miqdori ham zo'r. Bunaqa sho'tte bas. Qaranglar bu uzumlar. Ha, mana. Buni hali inshaalloh pishgan vaqtida ham kelamiz. Buni bir Hindistondan keldik-ku. Super sanaka. Ha, Hindiston sorti. Mana.
super san'atchilarimiz mana shu holatda Bu bo'ldi. qanaqangi sort? Bu sal maydaroqmi Hoji aka? Bu qanday damiskidaqa cho'ziladigan sort o'zi aslida. Aslida shunaqa sort. Ha endi mana endi guldan tushdi, uncha kechikroq ekan Mana mana bunisi. qarang, mana o'zi Ha. cho'zilyapti-yu. Buni cho'zilib qoldi. Kechikroq sort. Hozir. Endi mana bu nima ekan? Super san'atchi ekan bu ham. Bu ham supersan aka. Hozir VCD'miz ham bor edi. Mana emasmi bu? Nima ekan bu? Lamborghinimi? U Lamborghini. Ha, Lamborghini ekan. Hozir men VCD'ni topib Lamborghini ham qarang, avatarga o'xshagan kindiklari bular. Mana. O'ta go'zal. Bu hozir ko'rinishi, ertaga pishgan holatida bundan-da go'zal bo'ladi bu bog'lar. Bu bog'imiz necha gektar Hoji aka? bu 1 gektar. Birga necha xil sortlar bor endi bu yerda? Bu yerda ham bor, bir 10-15 xil sort bor. 10-15 xil sort bor, ha? Ha, mana qarang, mana shu kasallikni optov Ha. urushi deyildi-yu, bu lekin antraknoz bu aldaqa. Ko'pchilik qarang buni Ha. avtob urushi deb aytilyapti. Ha, Ko'pchilik shunday Qarang, deb o'ylaydi. optov ursa mana salqin deyiladi ham urush kerak-da. Mana ayniqsa mana salqinda Mana. qarang mana. Bu mana salqin deyni ham arqasi umuman optov tushmaydi. Ba'dan ham qarang-da mana. Optov ursa betlar urinmaydi mana qarang. Bor, to'g'ri. Bu o'sha kasallik bu. Buni adashmasdan o'sha vaqtida dorisini sepish kerak. Nima maslahat berasiz? Qaysi dorilar sepishga hozir bunga? Ko'pchilikda mana shunday holatlar ko'p uchrayapti. Qarang. Ko'plar savollar bo'lyapti. Men maslahat bergani ham qo'rqib qoldim. Aha. Bir bu kasallikni tushunmaydigan odamga dori jo'natdim, bizni aldashibdi degan gap bo'ldi-da, juda xafa bo'ldim. Nimaga desiz, bu kasallikda bu. Buni hozir yengilmasiz, mana qarang, mana shu dog'lar mana doridan keyin to'xtagan. Mana qarang, bu ham mana boshi mana To'xtagan boshqasiga o'tmayapti. o'tmagan. Mana tepada qolgan shingil mana sog'lom. Mana qolgan joyi sog'lom. Bu yana uzun bo'lib ketadi, bular to'kilib ketadi ular mana. Demak, dorini sepib buni kuzatish kerak, shoshilmasdan. Shoshilmasdan. Oldindan nima chiqarmash kerak? Mana ko'proq tushgan joyi mana, qarangda ko'proq tushgan joyi mana. Ha. Shingili mana uzilib mana tushib ketyapti. Qarab turing mana. Opta mana qarang. Aha. Endi mana oradagilar ham tushib ketyapti. Mana shu ham bitta vosh o'zi mana. Qolgani ham yetadi. Kamida 800 grammlik osh bo'ladi. Qarang. Shuni 30% tushib ketganda ham mana 70%ni doni yirilashib yana o'sha chilar bo'laveradi. Bo'ladi. Faqat mana o'sha Benamil bilan kantor chashdik biz. Benamil kantor. Ha, Benamilni chashdikda 3 kundan keyin kantor chashdik. Endi Benamilni juda defitsit dori, uni asosan malinaga juda ham qattiq sho'r tushadi. O'sha malinachilar ishlatadi. Hozir mana shu O'zbekiston bo'yicha masalan qaysi shu dorixonalarda, vet dorixonalarda topilsa bo'ladi? Qiyin, juda topish qiyin. Topib bo'lmaydi buni. O'shaning uchun Zakazga keladi. zakazga endi olib biz bunga olib berdik, bir so'm foydalanganmiz yo'q, lekincha tuhmatga ham qoldik. Mayli, biz birov bilan olishmaymiz, nima ham qilamiz, xudodan qolmaylik. Qarang. Mana men o'sha dorining foydasini bildim. Endi qarang, bu dorini topolmadim deganlarga ikkinchi etapda yana boshqa dori bor. Ya ko'p buni misol bitta joyda olov yonishni boshlagan bo'lsa, suv bilan ham o'chirsa bo'ladi. Ha, mana ko'p pichachib ham o'chirsa bo'ladi. Latta yopib o'chirsa bo'ladi, to'g'rimi? Bu ham shu kasallik. Shunga qarshi dorilar juda ko'p. Xolagani sepaveradi. Kim qaysi dori bilan ishlasa, biz endi bitta dorini mana bu dori desak, haligi dorisini o'tkazadigan gap bu. Mana qarang, suvdiyonalar mana. Shu suvdiyona degan. Qarang, Hoji aka, suvdiyonaga hozir necha marta gibrilin berildi? Bir marta sepildi xolos. Gibrilin bir marta bir marta. sepildi. Bir marta sepildi xolos. 100%lik kishmish. Bu endi manaqa bitta hosilni ko'ring-da, bu hosil ortiqcha ham-da hozir. Buncha kasallik tushib buni bizga yengillatib bermasa, buni shuncha hosilda qarang. o'zi 2 marta uzib tashladik. Bu 2 marta nimalari olingan, boshlari olingan. Ha, birinchi bir voshligi olib chiqilgan, keyin bunaqa kesib chiqilgan. Keyingisida nochor voshlar olib chiqilgan. Hoji aka, mana bitta mana shu tana qanchalik?
6 yil, 7 yillikmi, necha yillik? Xo'p, bu yil mana shu tanalar 7-yilga o'tdi uka. Mana shu tanaga mana o'yis ko'ring. Mana shu tanaga hozir Qo'lga sig'maydi. 150 kilo mevani ko'taradi shu. 150 kilo. Ha. Bu O'zimni degani- charchatib qo'ymaydi, tanani charchatmaydi. Yo'q, ko'taradi. Ko'taradi. Biz endi shularga shu 60 kilo, 70 kiloni mo'ljallab, yarmini mo'ljallab hosil qo'yamiz. Yilda mana shu holatda bo'laveradi. Ham uzum ham mana qarang tanalarni. Tanalar baquvvat bemalol yetishtirib beradi. Hosillarni donlarini ham yiriklashtirib beradi. Avvalo Xudo. Avvalo Xudo. To'g'ri. Buni tagiga soladigan kaliydi ko'p yeydi uzum. Mevaga endi Kalini ko'proq berish kerak. ha, kaliydi ko'p berish kerak. Hozir uzum kaliydi-da bu. O'sha hazm qildiradi. Hali og'zini ochib tursa, ochdimda oshatib qo'yasiz. O'shanaqa qiladi-da u kaliy. Kalini foydasi demak, Kalsiyam, magniyam berilyapti. Buni hali ular endi ko'p berilmaydi kaliyda qarang. Asosan kaliyni ko'p yeydi mevasi bor uzum. Ha, qarang, o'sha oddiy kaliyni bir qopi 120 ming, 130 ming. qopi. Ha, Bu oddiy kali dalalarga beriladigan 50 paxta kilo. maydonlarida ishlab Bu qora ekindiki u deylik. qora ekin. Endi biz uzumga soladigan kaliyimizni 25 kilosi o'zi 600 mingmi shunaqa u. 25 kilosi. Ha, bu ana oddiy kaliydan 10 barobar qimmat, lekin 10 barobar kuchli. Foydasi, natijasi ham shunga qarab Natija bo'ladi. Natijasi yaxshi. Sug'diyonalar qarang. Sug'diyonalar juda Sug'diyona bilan qarang, bir nimada ham gruppalarda ham ko'p shu narsaga e'tibor berildi. Sug'diyona, yana sirli bor, yegan, bu uchalasi aslida bitta narsa. Shuna deyilyapti. Shunday? Hali Amerikanka degani, Amerikanka degani ana shu hammasi shuna deyilyapti. Endi bitta qarovda gap. qarovda. Qarang, biz eksportga mana qarang. Ashta mana ko'rinib tursa qarang mana. Eksport qilamiz deb turib biz mana voshlar ko'p qo'yganmiz mana. Netdan kesilgan. Endi buni mayiz qilmoqchi bo'lsangiz mana yana ham mana shu yerdan olib tashaladi. Kamroq qo'yiladi shunday. Mana shu 4 ta 5 ta mana shu shingil qoladi xolos. Mana ham yana ketish kerak o'zi aslida mana o'rtadagi. Misol mana ular ham xuddi shunday. Mana shu o'rtadan yana olish kerak buni. Xolos. O'shanda to'xtab mana kasalliklar mana endi bag'i chiroyli joyga qo'yapti. haqiqatda joyida qotirdi. Bu dorilar kontaktnimi yo fungisidmi? O'sha fungisidlar ham O'shani bor, o'sha to'g'risida ham bor, sistemli ham bor. O'sha seporas. Qarang, kim qo'liga nima kirsa ham shunga qarshi ishlaydigan bo'lsa seporadi. Bitta biz aytganda dorini sepish shart emas. O'sha o'zida dori sotadigan joylar bilan maslahat qilib qilaveradi u. Endi unday maslahat qilsa, qarang Hoji aka, ko'pchilik shu narsaga nima bo'lganda, bu dorixonadan olganda, dorixona o'shani zaminanchi nima deydi, o'rnini bosuvchi deb beradi, lekin foyda natija yo'q. Ya agar o'rnini bosuvchi bo'lsa sepilaveradi, u nimasi yo'q. Original toza dori sepsa bo'ldi. Lekin original bo'lishi shart. Ha. Juda ham zo'r. Bersan aka. VCD'miz ham bor edi, nima? Shu VCD'ni ko'rmadik. Shu VCD topaylikchi qayerda ekan? Orasi nechiga necha ekilgan Hoji aka bular? Bular Toklarda orasi 2 metrmi, 2,5 metrmi shunaqa. 2 metr, 2,5 metrga eksa ham bo'lar ekan. Mana taralishiga hozir e'tibor beraveramiz mana. Bitta tanadan 3 ta katta zang qoldirilgan. O'shandan topyapti. Ikkitasi bu tarafga, ikkitasi bu tarafga. Orasini 2,5 qilsa ham bo'lar ekan demak. Bu Lamborghini'mi? Hoji aka, bu Lamborghini shekil. Lamborghini ekan barg'i. Lamborghini. Lamborghini. Bu Sweet Globe mana ikkovi. Qani Sweet Globe? Sweet Globe'lar mana endi bu ham ser hosil ekan. Nima? Bu don juda yirik bo'lib ketadi. Hozir chachalarga o'xshab turibdi-yu. Sweet Globe erta pisharmi, o'rta pishar? Kech pishadi. Kech pishar. Kech pishadi, keyin yirik bo'lib ketadi. Keyin yiglashib ketadi donlar. Super sanakan qaytulagan ekanmiz.
Bog'lar katta, navlar ko'p. Bu boshlarni qarang mana. Ya VCD. Mana Ko'rganingizda maza qilasiz. VCD seedlist ko'ramiz hozir mana. Hindiston sorti. mana. Hali uzun bo'ladi-yu mana. Hindistonniki. Hindistonniki mana. Soatlarga olib chiqib uzun sotadi. Bu Qalampirga uzun. kechkiroq uzun ekan. Endi guldan tushdi bular. Qarang, yana bitta nimada Xo'ja aka. Bu o'sha Hindiston texnologiyasida qarash kerakmi yo o'zimizda qarashda ham bo'larmikan bu? Qarang, o'sha Hindistonni texnologiyasida qarash uchun unga 5 martami giberlin qilinadi ekan. Etap metod. Bizda endi 5 marta giberlin chachilmaydi. Biz ayyor dehqonlarmiz. Bu Xitoylar, Hindlar uzun teyda uxlasa kerak. Biz endi uyga borib spalniyada uxlamasa Uyqu kelmaydi deng. to'g'risi. Uyqu kelmaydi. Nima deysiz endi? Biz jonimiz shirin dehqonlarmiz. Bunga ham qaysidir sort ulagan ekansiz? O'sha o'tgan yili yaxshi ushamagani uchun mana o'zidan yana olib Ha, o'zidan ulangan. o'zidan ko'chadan olib qo'yilavergan. Yaxshini ko'plab qolibdi. Mana bu yerda ham qarang. Mana yonida mana O'zidan chiqqan ekan bu. o'zidan chiqqan olib qo'yaylik. Endi qaysidan olish kerak? Mana. Mana shu qolibdi. Mana aytdim, o'zidan chiqqan bola ekan. Aha. Shunaqa endi Sharifjon. Shunday katta uzunlarda, katta bog'larda yangilash, Boshqa mana shunday yangilik holatda yangilasa bo'lar ekan. kelavering. Buni ko'p ham oldingi videolarda ham aytib ko'rsatib o'tganmiz do'stlar. Mana haqiqiy bu yerda ham Bizga o'sha natijalar. eng kerakli narsa bu. Kober 5 berdi. Ha, qarang. Mana shu Qana ancha katta tana ekan. Necha yillik bu? bu endi bitta uyadan ko'p chiqqani uchun bitta tana nimaroq, bu 5 yillik bo'lib qoldi. Hozirda o'zida 10 metr oshiq, Ha, 10 metr oshi bor ekan mana bu. Tavza qancha o'nga boramiz, mana shu Koberda. Bu Kober ishqibozlarga bitta ma'lumot. Tagi oddiy uzun bo'lgan. Oddiy uzunni shunday kesib turib, Koberni iskana payvand qilganmiz chuqurroqdan. Chuqurroq bo'ladi. Keyin turpoq bilan ko'mvorganimizdan keyin Kober ham O'zi tomirladi. o'zi tomirladi, ham tagida uzundan ildiz oldi. Qarang, Baquvvatlashib bu hozir ketdi. tanasi mana shunday tagi. Shu yerdan 4 ta chiqadi, mana to'g'ri tomonga lider qilib, mana qarang qancha joyda ellagan. Bitta uyadan chiqib qancha joyda ellagan. Mana qalamchalar qarang. Mana bunaqa Nishona hosil, bu o'sha hosillari. qolib ketgan. Buni hammasini boru boshini vosh qilganini bilan uzib tashladi. Uzib tashlaganimizdan keyin mana kaltalar endi zo'r ketyapti.